Mening yoshim 45 da, kosmetolog va Rima Mohiraman, Mohim brendi asoschisiman. Mohim brendida biz tabiiy kosmetikalar, kremlar, maskalar ishlab chiqamiz. Ko'pchilik mijozlarimiz har doim mendan so'raydi, bitta savol ularga har doim qiziq. Nimaga siz mana shu 45 yoshingizda mana shunday chiroyli bo'lib turibsiz? Kosmetolog bo'lganingiz uchunmi? Va kosmetologiya nima? Kosmetologiya bizga qaysi paytda, qaysi muddatda shunday yoshlikni bera oladi? Demak, kosmetologiya bu bir kunda tez yosharib ketish emas mutlaqo. Ya'niki yuzimizni tonalkalar bilan yopib tashlab, yuzimizdagi ajinlar, dog'larni yopib tashlab, vaqtinchalik yuzimizni makiyaj qilish bu kosmetologiya emas. Kosmetologiya nima? Kosmetologiya yuz terimizni sifatini yaxshilash, qarishga qarshi anti-age muolajalar olish kursi bilan har yilda bir marta hech bo'lmaganda va har doim kunlik uyda biz yuz parvarishini amalga oshirishimiz shart. Ya'niki ertalabki va kechqurungi ertalab namlantirish muolajalari, ya'niki namlantirish kremlar, SPF kremlar, kechki yuz terimizdagi muammoga qarab sivrtkalar va kremlarni albatta har doim foydalanishimiz kerak. Chunki kremlar, maskalardan haftada bir marta, bular yuz terimizni ovqati, oziq ovqati. Ya'niki yuz terimiz, ochiq sohalarimiz quyoshda tez qariydi. Ya'ni bu fotostareniya, ya'ni quyoshdan qarish hisoblanadi. Buni qarimasligi uchun biz albatta choralarni ko'rishimiz shart. Buning uchun mana shu choralarni qanday ko'rishimiz kerak? Endi men mutaxassis bo'lib bemalol gapiryapman. Siz mutaxassis bo'lmasangiz qanday qilishni bilmasligingiz mumkin. Buni bilishingiz uchun va buni sizga yo'nalish berishim uchun albatta bizda YouTube kanalimizda mijozlarimiz uchun ko'pchilik bilishadi buni. Minglab tekin maslahatlarni berib qo'yibman. Tekin marafonlar bor, yosharish marafoni bor, 30 kunda yosharamiz marafonlari bor. 40 yoshdan keyin qanday qilib yosharamiz? Hammasi 100% ga sinovdan o'tgan ma'lumotlar qoldirilgan. Dog'larni ketkazish, ajinlarni ketkazish, ya'ni ichki tomondagi muammolarni hal qilmasdan turib yuz terimizni chiroyli bo'lishi unchalik oson emas. Nafaqat ichki tomon, tashqi tomondan ham biz muammolarni hal qilishimiz kerak. Tashqi tomonda muammolarni hal qilishimiz uchun albatta biz Mohim brendi tabiiy kosmetikasini ishlab chiqdik. Nima uchun bu ishlab chiqildi? Chunki sizlarga uyda yuzingizni kosmetolog mutaxassis yordamida maslahat olgan holda yuz teringizdagi muammolarni ketkazish uchun tabiiy usulda tabiiy kremlarni biz ishlab chiqdik. Mana shunday tabiiy kremlarni uyda o'zingizcha foydalanishni bilmasangiz, albatta bizga murojaat qiling. Konsultantlarimiz ishlab turibdi. Konsultantlarimizga telefon qilib mutaxassislarni qo'yganmiz, sizlarga xizmat qilishadi. Tekin konsultatsiya olib, yuz teringizdagi muammolarni bayon qiling va yuz teringizdagi muammoga bizdan tabiiy yechimlar oling. Va yuz teringizdagi muammolar shu orqali ham ketadi. Va albatta kosmetologga kelib yilda bir marta anti-age, ya'ni qarishga qarshi kurslarni olishingiz mumkin. Kurs 1 oy, 2 oy davom etadi va siz 1 yilgacha kafolat berasiz yuz teringiz yana qarib ketmasligiga. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanib har doim yosh va go'zal men kabi chiroyli bo'lib yurishingiz mumkin.